siz dayusiz. Mezon nima deyishingiz mumkin, isboting nima deyishingiz mumkin. Siz o'sha ayolni videosini olib chiqib yonini ovutganlar dayuslikdan nasibasi bor. Bu meni fikrim dedi. Men sizni aslida himoya qildim. Agar aqlingiz xushingiz joyida bo'lsa, sal bundoq fikringizni jilab o'ylasangiz, Abror Muxtor Aliga tashakkur. Angosh qo'lga tushgan odamning tarafini olayotgan bo'lsa, dayuslikdan nasibasi bor. Men sizni aslida himoya qildim. Chestitsa desa ham bo'ladi, subota desa ham. Yozaver soat bo'lib, yozaver. Shes. Bu mening shaxsiy fikrim. Shaxsiy qarashim. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Men o'qigan, men bilgan kitobda shunaqa. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Tanlovimi? Tanlovi. Bu bemalol dayus bo'lishi mumkin. Men dayus bo'lmayman. Men buni yoqlamayman. Lekin bir odam dayus bo'lsa, mana shu voqeada, mana shu hodisada yaxshilab ajratib olinglar. Dayuslar shunaqa bo'ladi. Boshida gap qaytaylik. Kim yonini olsa dayusmidi? O'zingizni mezoningiz bo'yicha dayus bo'ldingiz. Mana isbotim aka. Mana isbotim. Siz dayussiz. Lekin men uni hali yonimga olganim yo'q. Men IIB xodimlarining qilgan ishlari, harakati bo'yicha o'z fikrimni bildirdim. Mana fuqaroga fikrini bildirish haqqim bor. Haqorat qilmasdan men bildirdim.